Qizamiq bu virusli kasallik bo'lib, u juda ham tez yuqadi. Yuqish ehtimoli faqat 2 yoshgacha, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq bo'lsa-da, lekin katta odamlarda ham uchrash ehtimoli bor. Qizamiq kasalligi boshqariladigan yuqumli kasalliklar toifasiga kiradi. Ya'ni emlansa, bizni bolalar kasal bo'lmasligi mumkin. Qizamiq kasalligi tana haroratining ko'tarilishi, tumov, ko'z qizarishi, ya'ni konyuktiva deyiladi va yo'tal bilan boshlanadi. 3 kun, 7 kungacha davom etadi bu belgilar va 7-kunga kelib bolada toshmalar paydo bo'la boshlaydi. Qizil, dog'li toshmalar, papulali toshmachalar. Toshmalar chiqishi bilan boladagi tana harorati tusha boshlaydi. 1-2, 3, 4-kundan keyin yana qaytadan bolada tana harorati ko'tarilishi kuzatilib, bolaning ahvolida asoratlar paydo bo'la boshlaydi. Asoratlar bu pnevmoniya va ensefalit bo'lishi mumkin. Qizamiq ayniqsa 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchraydi-da va eng og'ir kechishi 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq bo'ladi.